Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Celaleddin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifeler Tarihi namlı kitabında biz En-Nasr Lidinillah degan halifeniki hayat bilen tanışıp çıkıvatkan. Bu hem de Abbasilarning ayni davrdagi nayt büyük halifesi bo'lish bilan birga butkul shu tarmoq podsholarning, davlatlarning bir ma'naviy doisi bo'ladi. Cümleden mesela Eyyubiler devletiniki şu vaqtdagi podsholardan Salahiddin Eyyubiniki zamanı mı, devri mi, şu Abbasilarning, şu Nasrning davrida köp saltanat sürgen. Hem de Salahiddin Eyyubi komandanının vefati ve onun mirası. Salahiddin Eyyubi tarixdagi nayt meşhur Beytül Maqdisni ahli saliblardan, Avrupalıktan algan büyük bir komandana. 589 yılı bo'lgan vaqtida Sultan Salahiddin Eyyubi rahmetullahi aleyh dunyodan ketdi. Bag'dodga elchi bu xabarni ilib kelgan bo'lib, bu elchi Salahiddin Eyyubiningki urush jang kiyimini ilib kelgan. Iti, 1 dinar puli, 36 dirham kumush pul. Undan boshqa hech qanday mol dunyosi yo'q ekan. Şunun bilan Misr Salahiddin Eyyubining o'g'li Imaduddin Osman el-Melikul Aziz degan kishiga qaror topdi, bekidi. Damashq yana bir o'g'li el-Melikul Abzal Nuruddin Alining qo'lida. Halab yana bir o'g'li Melikul Zohir G'iyasuddin G'ozining qo'lida. Demak, şu Şam diyarı ve Mısır diyarı Salahiddin Eyyubi'nin 3 oğlunun qo'lida merkezleşti degan gap. Keyingi mezgil kelgan vaqtida şu avlodlar orasida, oqfuqlar orasidagi xilma-xil huquq talashish, huquq ko'rish tufaylidan Eyyubilar davlatimi uzun qolmay zavolliq yuzlangan. Hijriya 590 yılı bo'lgan vaqtida Sultan To'g'rul Shoh ibn Arslan To'g'rul ibn Muhammad ibn Melikshah mana bu kishi Saljuqilarning eng oxirgi podshosi bo'ldi. Xorasan elidiki, mana Saljuq davlati bu shundan bilan zavol topdi. Saljuq davlati zavol topgandan keyin Xavarizm davlati egallaganda Sultan To'g'rul Shohning vafoti bilan Saljuqlar yo'qoldi. Ammo Rum Saljuqlari esa kerak davr surgan yana. İmam Zahabi rahmetullahi aleyhinin deyişçe Saljuq podsholarının sani 20 neçi podshoh bo'lib, ularning birinci, yani tunji podshohi To'g'rulbek bu qoyimni Bag'dodga akilib tiklab buvayhilardan ozod qilgan odam bu. Bu To'g'rulbek degan To'g'rulbekninki ota-onasi Davudbeklar, Chig'ribeklar Qarxonlarning askarlari, suvboshlari O'tirasiya taraf qo'ygan. Bular Qarxonilardan ensirab qochib, kim musulmon bo'lib, keyingi mezgillarda kuchib davlat qurgan. Asli bu Qarxonlarniki kichik, bunda bir 3 bigi deganga o'xshash bir yezi qishloqniki boshliqlari bular. Ularning davlati 160 yil davr surgan. Saltanati Saljuqlarning. Shunglashqa bu Saljuqlarniki eng cho'ng bobusini ben bir Türk tarixçiniki Arapça yazgan bir qo'lyozmasini ko'rgan. Hozirmi bor bu qo'lyozma menda? Bir nusxadan bor dunyoda bundan. O'sha Arabniki Arif Hikmat kutubxonasida. Men bir nusxa qo'yin qilib olgan, ko'chirib olgan. Shu kitobda shu To'g'rul Shohning Saljuqilarning eng cho'ng bobusini, ya'ni Saljuq ibn Daqqoq al-Kashg'ari deb olgan. Hijriya 592 yıl bo'lgan vaqtida Mekkada qora quyun shamol chiqib, butun dunyoni bu, ya'ni shu Mekka atrofidagi yerni de qoplab ketdi deydi. Qora quyun qopladi. Kishilarga bir qizil qum yoqqandek bo'ldi-da. Shuning bilan Kabe Beytullahning Ruknul Yamani tarafdan bir parcha nas tushib ketdi. Shamolning dastidan bir tosh tushgan bo'lishi mumkin. Yana mushu yilning o'zida Hijriya 592-yil Xavarizm Shohning askarlari
Ceyhun deryasida 50 bin askerle Ceyhun deryasından ötüp Ceyhun deryası hazırmış şu Afganistan bilen Özbekistan'ın ağırlıqdaki Termiz rayonunda. Halife Nasır'a elçi etti. Meni sultan bu, sultan kılsan. Ay sultanlık ne? Kona devrige qaytırsa. Bunlar demek yoğun yani Salcuqlar devrdeki imtiyazı bana verse degan gap. Çünkü Salcuq devleti yıkılgandan keyin Xavarizmshah devleti egallagan. Ayni vaqtida Xavarizmshah Salcuqlarniki kichik bir aymaq begamdi. Ben Bag'dodga kirishim kerak dedi. Xalifa Salcuq devleti, Salcuq padişahları devirdiki imtiyazının hemmisini şu nemege berdi Xavarizmshahga. Yani qo'cha xalifa bo'lmoqchi da. Xalifa Bag'doddagi Darus Saltanatni buzib tashlatib, elchisini javobsiz qaytirib etdi. Allah Taala bunun yomonligidan keyin qutqazdi, yuqorida o'tgandek deydi. Shunlashqa ba'zi tarixchilarning nazarida Xalifa Nasir Lidinillah bilan Xavarizmshah davlati orasidagi ig'ir to'qinishlar tufaylidan Nasir Lidinillah Chingizxonga odam avatib keyingi mezgilda Xavarizmshahni yo'qotishga turtki bo'lgan, kushkurtgan deydigan ko'z qarashma mavjud shunlashqa. Hijriya 593-yili bo'lgan vaqtida ajoyib katta bir yulduz osmondan tushdi deydi. Bu tushgandan keyin noit qo'rqinchli, haybatli bir ovoz anglandi-da. Uy, ayvon saroylar titrab ketdi. Kishilar Allohga iltijo qilishib, duo bilan Allohga yolvorib ketdi dedi. Mana bu qiyomatning alomatlari o'xshaydi deb o'ylab qolgan edi dedi. Hijriya 595-yili bo'lgan vaqtida Misr podshohi Malikul Aziz o'lib, uning o'g'li Mansur podshoh bo'ldi. Malikul Adil Sayfuddin Abu Bakr ibn Ayyub bu Salahiddin Ayyubining ukisi. Bu hamda men podshoh bo'lishim kerak deb davlatga bu podshoh bo'lib oldi. Ondan o'g'li Malikul Komilni o'zining o'rniga podshoh qilib tikladi. Bu davrdagi qimmatchilik va kishilarning mushu o'lik toplarni yeyish masalasi haqida 596-yili bo'lgan vaqtida Nil daryosi qurib suv to'xtab ketib, hatto 13 gaznimi to'liqlayolmaydi dedi. Ya'ni suvningki nisbati tuvallab ketdi demakchi. Ajoyib qahatchilik bir qimmatchilik yuz berdi. Kishilar odam go'shtlarini toplarni yeb ketishdi. Odam go'shtini yeydigan avval ochiq oshkora bo'lib ketdi. Buningdan g'aroyibatlar ko'rilishga boshladi. Hatto bular o'zlari qabrini ko'lab, o'liklarni yeyishga boshladi. Qabrini ko'lab, yo'lda o'lab qolganini qo'y yegan, qabrini ma o'lab qo'yib qo'ygan odamni tortib chiqib yeydigan odat shakllandi. Misr ahli ajoyib vayron bo'lib ketdi, teri-peran bo'lib ketdi. Ochliqdan o'lim yetim ko'payib ketdi. Hatto piyoda mang'an odam shundoq ko'zi o'likka chip qoladi dedi. Ya o'likni dastlab qoladi. Ya o'lik siyoqidagi odamlarni ko'rib qoladi dedi. Kanitning odamlari top o'lishga boshladi. Musofir bir yezi qishloqdan o'tsa, bir mo'rdan is chiqqanday ko'ngli bo'lmaydi. Uy darvoza ochiq, butun oilasi o'lik. İmam Zahabi rahmetullahi alayh bu vaqtda odamning terisi onisi shirkinib ketgan hikoya vaqaliklarni bayon qilib o'tgan va mundaq degan. Yo'llar o'liklar bilan to'lgan bo'lib, ularning go'shtlarini uchar qush, yirtqichlar yeydi. Hür adamlar, balalar
azgın pulga setilib ketdi. Mana bu ish 598-yilga qadar davomlashdi deydi. 2 yil ig'ir qahatchilik bo'lgan. Hijriya 599-yili bo'lgan Muharram oyining oxirida yulduzlar o'z o'rnidan qo'zg'alib, xuddi chiketkidek uchib lalangishib yurdi. Mana bu avval bombatqichcha davom etgan bo'lib, xaloyiq qo'rqib Allohga yolvorib iltijo qilishdi. Bunda avval Payg'ambar alayhisolatu vasallam zamonasida payg'ambar bo'lganda bir qatim yuz bergan ekan. Undan keyin yuz bermagan ekan. Hijriya 600-yil bo'lgan vaqtida paranglar Nil daryosi tarafga Rashid tarafdan hujum qilgan bo'lib, ular Puvva degan shaharga kirib, besib, buni bulab-talab davlatiga qaytib ketdi. Bu Puvva degan hozirgi Misrniki Dilta tarafdagi rayonlar. Rashid bo'lsa, shu Damanxo'rga udildi. Misrdagi o'rinlar bu dengiz qirg'og'iga joylashgan. Hijriya 601-yil bo'lgan vaqtida paranglar Qustantiniya shahrini elib oldi. Mana bu bugungi Istanbul shahri. Qustantiniya shahridan Rimliklarni haydab chiqaryapti. Bu yerning asli egilari Rimliklar. Paranglar keyin kelgan masalan bu Yevropa tarafidan. İslamiyatning burunmi bu Rimning qo'lida edi dedi. Bu avval 660-yilga qadar paranglar qo'lida davomlashib bu shahar. Keyin Rumlar yana qaytirib oldi. Hijriya 601-yilning o'zida bir ayol Qatibtoy shahrida bir bola tuqqan bo'lib, buning 2 beshi va 2 qo'li va 4 puti va bir bola tug'di. Uzun yashimidi. Bu Qatibtoy hamda Ummul Qatib degan bir yer bor Isroiliyada hozir. Balkim shu yerlar bo'lishi mumkin, vallohu a'lam. Hijriya 606-yili bo'lgan vaqtida Tatarlar, ya'ni Mo'g'ullarning ishlari paydo bo'lishga boshladi. Bularning avvalini biz keyin sharhlab o'tamiz. Yani Tatarlar mush mezgilida islom dunyosiga xabar yetib kelishga boshlaganda. Hijriya 515-yili bo'lgan vaqtida paranglar Damiyatning silsila burujini elib oldi. Bu buruj hamda bu necha o'rinlarda bo'lgan, masalan Beyrut, Libnonda bo'lgan. Bu dengiz rayonlaridagi, yaqinlardagi cho'ng hamda sepil munala. Bu orqali Jiroqdan kelgan dushmanni ko'gili bo'ldi. Hozirgidek telefon bilasi bo'lmagan ekan. Jiroqdan 2-3 kunlik yerdan dushmanni ko'ra oladi-da, 50-60 kilometr yerdan, burujdan qarab, sepilning to'pidan. Buni egiz bo'ladi bu munala. Bu yani egallab oldimda, jamiyatliklarni tatib oldi. Bu Shama shundaq deydi, mana bu buruj, yak bu sepil Misr diyorining bir qulubi edi. U Nilning o'ttirig'i joylashgan bekmi egiz sepil bo'lib, Damiyat uning sharq tarafdan qaraganda shuning o'dlig'ida. Jiza g'arbiy tarafdan uning o'dlig'i joylashgan. Bu ikki tarafida ikki katta zanjir bo'lib, o zanjirning biri Nil daryosida Damiyat tarafga qarab tashlangan. Yani birisi Jiz tarafga qarab tashlanganda, bu shu tuzliq dengizdan debdi-da. Yani dengizdan parxutlarniki o'tishini cheklaydi. Vaqtda asosan shu Damiyat taraf dengizdan hujum qildigan mayli qaroqchilarning, mayli yov dushmanlarniki hujum qilish bazasi. Misrni egallaydiganlar asosan Damiyat tarafdan keladi ko'pincha. Ayni vaqtida. Hijriya 516-yili bo'lgan vaqtida paranglar nurg'un urush muhosirdan keyin Damiyat shahrini elib oldi. Malikul Kamil Ayyubilarning podshosi ularga qarshilashishdan ojiz. Shuning bilan bu nomussiz ahli saliblar nurg'un bidat ishlarni paydo qilib, jamilarni chirkovga aylantirib etdi. Malikul Kamil ikki dengizning ayrilish yerida do'qisida bir shahar bino qilgan bo'lib, bu shaharni Mansura deb atadi. Hozirgi Mansura shahri bo'lishi mumkin, Misrniki. U yerga cho'ng bir sepil sog'an bo'lib, qo'shin askarlari bilan shu joyga joylashdi. Mushu yilning o'zida
Qazil Quzzat Zakiyuddin Tahir bu adamning katibi bo'ldi, yoki xat yozdi. Melikul Muazzam Damashqningki valisi shu vaqtida. Endi bu Qazil Quzzat Misrning Qazil Quzzatida endi bu adam. Damashqning podshosi Melikul Muazzam bu odamni toza yoqtirmaydi ekan. Ichida bir xil g'umba ekanda. Bu Qazil Quzzat endi katta o'lama endi shu paytlarda. Buning bir bog'cha avatibdi. O bog'chada bir uzun tonva, endi yana birisi boshqa kiydigan bir kiyim endi. Ya salli bilan kiydi yoki sallisiz kiydigan bir bosh kiyimi shu paytlarda. Ama xalqning orasida sana shu sot maydonida mush kiysa debdi. Yo'q diyamabdi. Bu adamni haliqa odatlanmagan bir kiyimga odatlanyapti. Masalan, hozirgi haramning imomlarini yoki bo'lmasa nihoyat katta, masalan, Istanbulningki cho'ng muftiylarini va kiyimlarini silib tepsan, chiroyli bir tantarbiy kiyim bilan ya qizil kiyim bilan o'qi namozni ya turpa deganga o'xshash bir ish hamdi bu. Shundan bu odam qo'pab o'rnidan turib, uyga kirib ketdi. Uydan chiqmay, uyda uzun mezgil yashidi bu odam. Yashab bir necha oydan keyin izilib o'lib ketdi. O'zining jigirdan bir parcha tashlab berdi deydi. Demak, bu odamning nihoyat g'azib kelib, chidamay, ichiga patmay mush dardlar, mushta o'lib ketdi demakchi-da. Kishilar bu ishda nihoyat bek afsuslandi. Bu vaqtning o'zida Melikul Muazzam buning oqisidan Sharif ibn Uyayn degan kishiga bu odam nihoyat zoid bo'lib ketgan odamkin, hamda Sharif ibn Uyayn degan. Bu odamga bir haraq avatibdi, ondan bir shahmat avatibdi. Ayni vaqtida qimir o'ynaydigan bir shahmatning turi hamda bu nard degan. Sen mushning bilan tasbih aytqin deb unga mundaq xat yozibdi. Ey podshoh muazzam, mengu davom etadigan bir yo'lni ijod qildingiz siz. Podsholar bundan keyin ham mush yo'lda mangadi. Bu qozilarning to'nidir, zohidlarning hadisidir deb. Endi bu bir xil tanqidiy posiyadagi so'z bo'lsa kerak. Demak, Ayyubiylar davlati shu paytlarda zavolliq yuzlandi degan gap. Qachoniki dinni masxir qiladigan avvallar yuz berdigan bu davlatning zavolligi yaqin fursatda oz yo'qaydi inshaalloh. Hijriya 518-yil bo'lgan vaqtida Damiyat shahri paranglarning qo'lidan qaytirilib, Ayyubiylar qo'liga qaytib o'tdi. Allohga hamdlar bo'lsin. Jaloliddin Suyutining so'zi. Hijriya 621 bayatning 518 deb xatolashibdi. Hozir biz 600-yillik tarixda agar boshqa xatolashgan bo'lsam tuzatib olinglar. Hijriya 621-yil bo'lgan vaqtida Qohirada ikki qasrning orasiga Komiliya hadis maktabi bino qilindi. Bu maktabga Abul Xattob ibn Dahyani ustoz qilib bekitdi, bosh mudir. Kabiga ayni vaqtida Ma'munning davridan tortib to shu hozirga qadar, ya'ni oq yepak rax otilgan bo'lib, An-Nasir bununla yeşil yepak ton yaptı. Ondan bununla qarını yaptı. Mana bu hazır kadar devam etibotdi dedi. Bu Jaloliddin Suyuti'ninki Hijriya 9-asr degan gap ma'lum. Jaloliddin Suyuti'ning davri emas, ta hazır kadar Kabiga qari yepak yopiq yepibotdi. Bugungi darsimiz musharik bo'lg'ay. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.